Men Turkmenistondan, men Charjov. Charjovdan. Charjovdan, ha. Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan, Farg'ona viloyati Qo'qon shahridanman. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidanman. Islom Bovar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Jigarlar, xudo xolasa biz bugun Turkmanistonlik, ya'ni O'zbekistonga qo'shni davlatdan bo'lgan aziz yurtdoshlarimizni oldilariga keldik. Xudo xolasa bular bizda Главный prizimiz BYD Song Plus avtomobilni yutib olishgan. Xudo xolasa hozir bular bilan suhbat qilamiz. Qanday yutib olishdi, nima qilishdi yutib olish uchun bilib olamiz. Jigarlar, siz oldin sразу shu videoni kommentariyasiga kiring. Bizni original Telegram kanalimiz silkasi zakirpit qilib qoldirilgan. Silka ustiga bosib, silka orqali kirib, obuna bo'lib qo'ysangiz, barcha chiqargan ma'lumotlarimizga ega bo'lib borasiz. Nechta bilet ketdi, nechta bilet qoldi, final qachon, biletlar ro'yxati, yutuqlar ro'yxati, hamma ma'lumotlarimiz va yutuqni qabul qilib olingan videolarimiz hammasi Telegram kanalda bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ying. Jigarlar, qani ketdik. Assalomu alaykum, yana bir bor. Yaxshimisiz aka? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Xo'sh, siz bilan gaplashgan edik, siz yutib olgansiz. Aka, siz ismingiz nima? Qayerdansiz? Bitta chiroyligina ma'lumot bering qani. Assalomu alaykum, Islom Bovar kanali. Hammaga rahmat. Men Turkmenistondan, men Charjov. Charjovdan. Charjovdan, ha. Balandroq gapiring aka. Men ham shu o'yinga qatnashdim, baxtim seni ko'rdim, Allohga ming shukr. Hammangizning baxtingiz seni nasib etsin. Haqiqiy o'yin ekan, haqiqiy chesn o'yin ekan. Men ham shu o'yinda qatnashdim, baxtimni sinab ko'rdim. Haqiqiy o'yin ekan deyaptilar. Endi bu til bizga Qashqadaryoda turkmanlar bor. Biz ko'p muloqotda bo'lganimiz uchun ozroq tushunamiz. 100% bo'lmasa ham ozroq tushunamiz. Mana vodiy tarafdagilar, yana Sirdaryo, Samarqanddagilar tushunish qiyin bo'ladi. Men iloji boricha o'zim tushunganimcha sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Rahmat. Aka, bizning o'yinimizda qachondan buyon o'ynab kelasiz? 4 oydan o'ynab kelaman. 4 oydan beri o'ynab kelasiz. Ha. Kim taklif qildi sizga bizni o'yindan ishtirok etishni? Biz O'zbekistondanmiz, siz Turkmanistondansiz. Balkim aldab ketadi degan fikr bo'lmadimi sizda? Yo'q, bo'lmadi. Men chin yuragimdan qatnashdim. Chin yuragingizdan qatnashdingiz. Rahmat. Kim taklif qildi sizga bizni? Qilmadi. Degan videolaringizni ko'rdim. Kamerada alanni YouTube'lar va men ham yuragim sizda. Bir baxtim seni ko'rayin dedim. Alloh nasib etdi. Hech kim taklif qilmadi. YouTube'dan videolaringizni ko'rdim, yuragim sezdi. Bir baxtimni sinab ko'ray deb o'yinda ishtirok etdim dedilar. Nechta bilet olgan edingiz aka? 2 dona. 2 dona. Bittasiga BYD chiqdi. BYD chiqdi. Mashinani O'zbekistondan Turkmanistonga o'tkazish muammo ham, o'zim Rossiyadaman dedilar. O'sha sababli pulini olishga qaror qildilar. Pulini to'g'ri Turkmanistonga, uylariga yetkaztirdik. Pulni oldingizmi aka? Oldi, bordi ya. Uyingizga bordi. Hech qanday muammo bo'lmadimi? Bo'lmadi. Siz qandaydir to'lov qildingizmi yoki kimgadir pul berdingizmi? Bermadim. Bermadingiz. To'liq oldingiz pulni. To'liq alam pulim elim uyima. Xotinma bordi. Ha, xotinlariga boribdi, qo'llariga boribdi. Hech qanday muammo bo'lmadimi? Yo'q, bo'lmadi. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Sizdan ham. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin, ishlaringizdan budama. Siz olib qo'ysin. Kutganmidingiz o'zi shunday pul yutaman yo mashina yutaman deb shunday narsani kutganmidingiz? Umiddadim. Umidingiz bor edi. Mana jigarlar, biz shu qaysi davlatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, Tojikistonmi, Turkmanistonmi, o'sha o'yindan tojikistonlik bitta yangamiz ham yutdilar. Ko'rdim. Damas avtomobilni yutdilar. O'sha o'yindan xo'sh, Turkmaniston, Tojikiston, Samarqand, Vodiy, Sirdaryo, Qashqadaryo, Qoraqalpoq, ikkita davlat, ikkita chet davlat va 5 ta viloyatga chiqdi mashinamiz. 7 ta joyga chiqdi mashinalarimiz. Bizning mashinalarimiz tarqaldi. Mana jigarlar, akamiz Turkmanistondan bo'lsalar ham 1 so'm pul saqlab qo'yganimiz yo'q, aldov bo'lgani yo'q yoki sevinch puli, padarishni pul deganimiz yo'q. Mana biz vaqtimiz yo'qligi uchun o'zlarini chaqirgan edik. Hattoki hali oyligimni olganim yo'q, bora olmayman dedilar taksi bilan. Bora olmasalarda o'zimiz oldilariga keldik. Sal uzoqroq kelib, o'zimiz oldilariga keldik. Xudo xolasa sizlarga mana shunday mashinalar yutish nasib qilsin jigarlar. Siz kimlari bo'lasiz bu kishini? Men sil o'g'lim bilan birga 1 yildan beri shu yerda ishlab yuribman.
bu oyuna gatnaşdy. Men hem höwes etdiň gatnaşýan. Ýöne sizleriň oyunuňuz höwesim bar. Gatnaşjak sizlerde aldy diýen zat ýok. Isle Türkmenistan bol, isle Özbegistan bol, sizlerde ynam bar. Nire geldiýseňiz gelýärsiňiz. Bizlerde hiç hilek mesele bolmady. Türkmenistana pulumuz bardy. Bizler sizlerden ulaqan minnetdar. Diňe oyunuňyz dowam etmeňizi isleýär. Pervot qilamiz qo'ldan kelgancha, balki tushunadiganlar bordir. Akamiz aytibdilar, 1 yildan beri men bu bilan ishlab kelaman dedilar. Men ham sizlarning o'yinlaringizga o'ynashni xohlayman. Endi men ham yutish niyatim bor. Sizlar chaqirgan joyimizga o'zlaring keldilaring, bizani sarson qilmadilaring. Sizlarning o'yinlaring haqqoniy ekan dedilar. Tushungan joyimni tushuntirdim. Xo'sh, siz ham Turkmenistandansiz, ha? Turkmeniston qayerdansiz? Charjo. Charjodan. Siz ham Charjodan. Bu kishi ham Charjo. Siz qarindosh emassizlar, ha? Bizler ikimiz bir ovadan. Xullas bitta mahalladan, ha? Bizler bir mahalladan ikimiz. Gap yo'q. Xudo xolasa mashinalar yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin aka. Mana shu mashinani pulini oldingiz, pulingiz yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bu mashinani pulini oldingiz, mana siz yutdingiz, lekin necha kishidir yutqazdi. Mana shular ko'pchilik xursand bo'ldi sizga chiqqaniga. Uyingizda mashinangiz bormi aka? Yo'q. Mashinangiz yo'q, ha? Mashinangiz yo'q, lekin xudo xolasa puldan maqsad nima? Mana pulni nimaga ishlatasiz endi? Alloh nasib etsin. Uy qurasizmi, mashina olasizmi, to'y qilasizmi, nima maqsad? Uy qilaman. Uy qilasiz. Uy qilaman. Hozir qayerda yashayapsiz? O'zingizning uyingizmi yoki? Yo'q, o'zimiz uy, yana davom ettiring. Bolalaringizga. Xudo xolasa ana shu YouTube oldingiz qolgan musofirlar, o'zingizga o'xshagan musofirlar Turkmanistondan, Tojikiston, Qirg'izistondan, O'zbekistondan ko'p nimalar o'ynab, o'shalar yutqazdi, siz yutdingiz. Shularga rahmat ayting, shularni har doim shularni duo qiling. Mana shularni hissasi qo'shilgan obunachilarimizni, shularni hissasi qo'shilgani uchun siz yutdingiz. Xudo xolasa bizga farq yo'q. Turkman ham, tojik ham, qirg'iz ham hammamiz musulmonmiz, insonmiz. Asosiysi inson bo'laylik. Mana aldov bo'lmadi. Hammasini oldingiz. Xudo xolasa ana shu musofirlarning haqqiga bitta chiroyli rahmat ayting. O'yinga hissasi qo'shib yutolmagan obunachilarning hissasi qo'shilganlarga rahmatingiz bo'lsa, tilaklaringiz bo'lsa, eshitamiz aka. Alloh jon hamma kimga nasib etsin. Baxting saylamoq har kimning o'z nasibasi. Alloh har kimga o'ynab yutishni nasib qilsin deyaptilar. Beren pulingizdan narazi bo'lmang. Chin yurakdan qatnashing, shunda zo'r bo'ladi. Bergan pullaringizga norozi bo'lmanglar, chin yurakdan qatnashinglar, shunda zo'r bo'ladi deyaptilar. Islom Power kanalida minnatdar. Alloh rozi bo'lsin. Gapir. Oğlanlar sizlerin hizmetinizde sağ olun, Allah'a emanet olun. Hemmeňiz şol oyuna gatnaşmak, nasip etsin gatnaşyň. Bu oyuna gatnaşdyň hiç açan utulmaýaňyz, oynaň. Diňe oyuna gatnaşyň oğlanlar. Minnetdar. Mudama dowam etsin oyunuňyz. Sizlere de oňa utuşlar bat arzu etýär. Ilohim şunday bolsun. Sizler ham xizmatlaringga rozi bo'linglar dedilar, bizga aytdilar, sizlar ham o'ynashdan to'xtamanglar, har doim yutinglar deyaptilar. Akalar, sizlarga ham sog'lik, salomatlik, yaxshi kunlarga ko'rishaylik, Xudo xolasa, qolgan musofirlarga ham nasib qilsin. Aydaningiz olsun. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Jigarlar, sizlarga ham kattagon rahmat. Mana Turkmanistonlik doylarimiz bilan, dog'allarimiz bilan ko'rishdik. Alloh sizlarga ham nasib qilsin, Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum, Islom Power obunachilari. Mana men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Saparov Ilhom, men ukam Mahmad Yusuf Olimjon o'yinda qatnashib, Damas avtomobilini salondan yetib olishga muvaffaq bo'ldi. O'yin haqiqat ekan. Hujjatlarini mana qo'limizga berdi. Singlimizga mana Damas avtomobilining kalitini podarka qilib topshiryapmiz. O'yin haqqani ekan, o'ynanglar, hamma tashlagan pullariga musulmonlar rozi bo'lsin. Hammaning omadini bersin. O'yin haqiqat ekan, rost ekan. Assalomu alaykum, hurmatli Islom Power kanalining obunachilari. Men Komilov Avazjon, Farg'ona viloyati Qo'qon shahridanman. Ukam Komilov To'lqinjon shu Rossiya viloyatida nima deydi, shu musofirchilik deb shu Islom Power kanalida shu o'yinda o'ynab, mana Damas avtomobilini yutib olibdi.
Mana men keldim, bugun mana salonga nomimga chiqarib rasmiylashtirib berishdi. Hammasi haqqoniy ekan. Mana Damas avtomobilchi mana bizga kalitini topshirishdi mana. Islom Power kanaliga a'zo bo'linglar, sizlardan o'yinglar va Damas yutinglar. Assalomu alaykum, Islom Power obunachilari. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidanman. Latipov Javlon akam musofirda yurgan akam Latipov Olimjon Islom Power o'yinida ishtirok qilib, Damas avtomashinasining g'olibi bo'ldi. Haqiqatda o'yin haqqoniy ekan. O'zim men nomimga, shu spravka mana qog'oz avtomashina rasmiylashtirib berishdi. Hammangizga omad tilayman. O'yin haqiqatda haqqoniy ekan. Ishlariga omad tilaymiz musofirda yurgan akalarimizni.